Aslida xorijiy investorni ko'proq nima qiziqtiradi? Tinchlik, ochiq va shaffof siyosat, korrupsiyasiz muhit, eng muhimi erkin biznes uchun katta imkoniyat va salohiyat. O'zbekiston mana shu talablarga mos ravishda izchil qadam tashlamoqda. Keling, buni Buxoro viloyati misolida tahlil qilamiz. E'tibor qaratadigan bo'lsak, 2016-yilda atiga 16 million dollar investitsiya jalb qilingan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 1 milliard dollardan oshdi. 2025-yilgi rejalar esa ushbu raqamlarni 3 milliard dollarga yetkazish. 2024-yilda viloyatda 4226 ta xorijiy va mahalliy investitsiya loyihalari amalga oshirildi. So'nggi 5 yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 3 barobarga, mahsulot va xizmatlar eksporti hajmi esa 7 barobarga o'sishga erishildi. 74,4 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Eksport geografiyasi 10 ta Yevropa davlatlariga kengaydi. Biz Buxoro shahridagi elektrotexnika ishlab chiqarish sanoat korxonasidamiz. Bu yerda 2500 nafar aholi doimiy ish bilan ta'minlangan. Ular asosan ayollar daftari, temir daftar va kam ta'minlanganlar ro'yxatidan tanlab olingan. Maydonimiz 17 gektardan iborat ushbu zavodimizda umumiy qiymati 90 million dollar. Bunda maishiy texnikalarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Gaz plita, mini pech, undan tashqari sovutgichlar ishlab chiqaramiz. Dunyoning 15 dan ortiq davlatlarda eksport qilinyapti. Chet davlatlardan ham kelgan delegatsiyalarimiz sizni biringiz ostida bizda mahsulotlar bor degan payti shunday tadbirkorlik subyekti ekanligimizdan faxrlanamiz. Ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarimiz, ayollar, xotin-qizlar, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar ishga olingan. Ushbu ishchilarimizga qulay mehnat sharoitlari yaratib berilgan. Oldinlari tadbirkorlik subyektini rahbariyati banklarga borib juda ham ko'p vaqtlarni yo'qotgan. Hozirda banklarning o'zlari takliflar bilan kelyapti. Undan tashqari juda ham ko'p investitsiyalar olib kirishga sharoitlar yaratildi. Bu yer shunchaki ishlab chiqarish sanoati emas, ko'plab qalblarga umid, xonadonlarga esa yorug'lik olib kiruvchi baraka maskani aslida. Oldin ishsiz edim. Zavodga ishga kirdik, mana 6 oy bo'ldi. Sharoitlari zo'r. Ishlamagan paytimga kam ta'minlanganlar ro'yxatda turganman. Qancha sharoitlarim yo'q edi, kamchiligim ko'p edi. Hammasiga yordam qildilar. Ishga kirganimdan keyin oyliklarimizni vaqtiga beribdilar. Ishga kirganimga 6 oy bo'ladi. Oylik maoshim yaxshi, 3 milliondan oshiqroq oylik olamiz. Chetga chiqib ketgan tengdoshlarimga tavsiya qilaman, shu yerga ishga kirishni maslahat beraman. Hamma joyga oshilyapti. Kirib kelsinlar, ishlasizlar, qobiliyatni ko'rsatsinlar shu yerda. Ishlagan joyimda xursandman. 7 oydan beri ishlayapman. Xudoga shukr, yaxshi oyliklarimizni o'z vaqtiga olyapmiz. Ishxonamiz avtobus bilan ta'minlab beryapti. Obedda ovqatlar bilan ta'minlab beryaptilar. Hozir kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Uyga o'tirardik, faqat uyning ishi. Hozir chiqamiz, ana kollektivimiz yaxshi. Ayollar bilan biz hammamiz xursandmiz. Oilamizda baraka bo'lyapti, yordamimiz tegyapti.